Assalomu alaykum. Bugun eng ko'p uchraydigan muammo odamlar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ariza bergan, lekin ish ochilmayapti. Qonun qanday javob beradi? Nima qilish kerak? Barcha savollarga javob beraman. Avvalo esda tuting, O'zbekiston Konstitutsiyasida har bir shaxs ariza shikoyat berish huquqiga ega. Bu huquq faqat yozma hujjat topshirish bilan cheklanmaydi. Qonun bo'yicha siz vakolatli davlat organlariga murojaat qilish huquqiga egasiz. Ariza yozdingiz va ishonishingiz kerak, ariza berilishi bilan qonun bo'yicha ko'rib chiqilishi shart. IIB, prokuratura yoki boshqa davlat organi murojaatingizni rasmiy javobsiz qoldira olmaydi. Agar sizga ariza yozganingiz uchun rasmiy rad javobi berilmasa, bu huquqbuzarlik. Buning javobi oddiy: arizada yetarli ma'lumot bo'lmagan, to'g'ri organ tanlanmagan, dalillar to'plami yetarli emas, huquqbuzarlik elementi aniqlanmagan. Lekin qonun shuni taqozo etdiki, murojaat yozma shaklda bo'lishi mumkin. U rad etilsa, rad javobini yozma ravishda olishingiz mumkin. Agar IIB arizangizni rad qilsa yoki yopsa ham, siz quyidagilarga murojaat qilishingiz mumkin. Prokuraturaga shikoyat berishingiz mumkin. Prokuror nafaqat ariza rad etilganini ko'rib chiqadi, balki tergov boshlashi yoki organ ishini qayta ko'rib chiqilishi talab qilishi mumkin. Sudga shikoyat qilish mumkin. Bu eng kuchli vosita. Sud sizning murojaatingizni qonuniyligi va ariza ko'rib chiqilishi tartibida tekshiradi. Qonunda shaxslarning murojaat huquqi aniq belgilangan va organlar munosabat qilib ko'rib chiqishi shart. Agar sizda video yozuv bo'lsa, bu juda kuchli dalil. Video arizangizni qo'llab-quvvatlaydi. Dalil bo'lib sud yoki prokuratura tergovida foydalanishi mumkin. Shu bilan birga guvohlar audio yozuvlar boshqa hujjatlari bilan dalil sifatida e'tirof etiladi. Agar davlat organi murojaatini qonunga zid tarzda rad etsa, ularga ko'rib chiqmasa, siz unga nisbatan huquqiy choralarni sud orqali talab qilishingiz mumkin. Konstitutsiya va maxsus qonunlar murojaatlarni to'g'ri vaqtida va huquqiy asosda ko'rishni taqozo etadi. Mayli deb jim bo'lib qolmang, faqat og'ziga ishonmang. Videoni o'chirib tashlamang. Sizda video bor ekan, uni rasmiy murojaatga biriktiring.